Assalomu alaykum, hammaga xayrli kech. Aziz vatandoshlar, mana ko'rib turibsizlar, Moskvada avtovokzal Katendikidamiz. Xudo xolasa bugungi reysimiz Moskvadan Toshkentga qarab jo'nab ketyapti. Ekraningizda ko'rib turgan O'zbekiston nomerdagi sifatli Uz Avtotrans avtobusimiz Moskvadan Toshkentga qarab jo'nab ketadi. Hamyurtlarimiz kelgan pasatka jarayonidamiz. Xudo xolasa birozdan so'ng Moskvadan Toshkentga jo'nab ketadi. Aziz vatandoshlar, mana ko'rib turibsizlar, avtovokzalda o'zidamiz. Primoy avtovokzaldan Primoy Toshkent Sobir Rahim avtovokzaligacha bo'ladigan reyslarimiz. Hamyurtlarimiz mana ko'rib turibsizlar, o'z biletlari bilan Xudo xolasa Toshkentga jo'nab ketishmoqda. Hammasi sifatli, qonuniy reyslar. Aziz vatandoshlar, tanlovda adashmanglar. Hamisha xizmatinglardamiz. Muammo hech qanaqa deport qilmasdan bez dokument aka-ukalardan murojaat qilinglar. Hammasini cho'tki qilib olib ketamiz. Muhimi ishonchli, sifatli avtobuslar kerak bo'lsa, tanlovda adashmanglar. Hamyurtlarimiz kelgan mana o'z biletlari bilan hammasi qonuniy reyslarda ketishmoqda. Assalomu alaykum akalar, yaxshimisizlar? Aka, biletinglar bilan как положено avtovokzalda o'zidan chiqyapsizlarmi aka? Mana aka-ukalarimiz mana biletlari bilan aziz vatandoshlar. Yaxshimi aka? Qonuniymikan? Ko'pchilik aldanib qolyapti. Tavsiya qilasizmi kelib vokzalga o'tirib ketsa bo'ladimi aka? Mana aziz vatandoshlar, mana hamyurtlarimiz kelgan o'z biletlari bilan. Hammasi qonuniy reyslar. 50 kilo 60 kilogacha yuk olib ketsanglar bo'laveradi, положенlar. Muhimi ishonchli, sifatli avtobuslar. Tanlovda adashmaymiz aziz vatandoshlar. Ekranda nomerlarga bog'laninglar. Kanallarimizga a'zo bo'linglar, like, podpiska bosishni unutmanglar. Hamisha 24 soat sizlarning xizmatingdamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.